Yarim milyon. Biz defa etsin. Tercümamız var. Kısa bir orası burası. Siz tercüme kılarsınız. Bana. Sizlarla gaplaşıp efir bilen. Eshitaman. Siz ham kadrda borsiz. Arab tilida gaplashanlar. Eshitaman. Tarjima qilib turaman. Men savol beraman. Bir minut. İdris Qarshafiy. Saad Muhammad Universiteti professor. İdris Qarshafiy. Okey. Olmadı. Olmadı. Nima yonmaydi? Kadr bor. Kadr bor. Bor kadr. Kadr bor bizda. Çıktı değil mi? Tayyor turing. 20 sekund. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yana bir kere assalomu alaykum qadrli do'stlar, aziz yurtdoshlar. O'zbekiston mezbonlik qilayotgan birinchi xalqaro islom sivilizatsiyasi forumida jonli suhbat beramiz. Yerdagi suhbatdoshimiz Marokach davlatidagi Sharq Muhammad universiteti professori Idris Qarshafiy janoblari. Assalomu alaykum hurmatli mehmon. O'zbekistonda xush ko'rdik sizni, xursand bo'ldik. Hammasini mana endi شكرا لكم على هذه الفرصة الثمينة التي من خلالها سنستمع معكم أستاذ الشافي من جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس المغرب جامعة الفرنسية. هذا المؤتمر هذا المنتدى وهدف عالمي بامتياز انه يجمع مختلف الثقافات والحضارات التي تنتمي للدين الاسلامي. هذا الحدث وهذا الملتقى يعبر عن حضاره الاسلام، عن انفتاح الاسلام، عن الرساله العالميه للاسلام، الرساله العالميه التي هي من كل الناس اجمعين. ودوله اوزبكستان هي محظوظه بهذا الحدث باختيارها لان تكون رائده في جمع المسلمين تحت هذه القبه وفي هذا الفضاء الحضاري المتميز، لتعبر للناس وتقدم للناس اجمعين صوره مشرقه عن الدين الاسلامي، دين الحضاره، دين الانفتاح، دين العطاء، دين التفاهم مع الاخر، التفاهم معه، الانفتاح معه، وربط صلات المعرفه والعلاقات العلميه معه. دولة أوزبكستان رائدة في هذا الباب وحاضرة قشقند تشهد على هذا الحدث الذي يجلي قيمة علماء الإسلام ومدى عطائهم ومدى إمدادهم للحضارة الإنسانية. كيف لا؟ الإمام البخاري قد توفي منذ قرون عديدة ولكن اسمه وحضارته وعطاؤه العلمي ما يزال ممتدا إلى يوم الناس هذا. فشكرا لدولة أوزبكستان وشكرا لهذه القناة الفضائية التي أتاحت لي هذه الفرصة القيمة. Qadrli do'stlar, aziz yurtdoshlar, Idris Qarshafiy javoblari o'zlarining ona tillarida muloqot qilishni afzal bildilar va biz tarjimon orqali ularning fikrlarini, mulohazalarini sizning e'tiboringizga havola qilamiz. Marhamat. Bu kishi avvaldan tanishdik. Marokach universiteti, Fors gapirishdan boshladilar va O'zbekistonda o'tkazayotgan butun dunyoda ilmiy tadqiqot olib borayotganlarni birlashtirdi va bu forumda islomni qanchalik barakatli ekanligi, ma'rifat dini ekanligi va butun dunyoga tinchlikni xohlashi inobatga olinib muzokaralar o'tkazilgan mulohazalar bo'ladi va kelajakda bu forumda tadqiqotlar chiqadi va
bu kishi yana eslamoqchilarki, bu yurt judayam muqaddas yurt, muborak yurt, bu yurtdan Imom Buxoriydagi zotlar chiqqan, ular necha asr oldin yashab o'tgan bo'lsalar ham ularni ilmiy ijodlari, ilmiy asarlari hozirgi kunda ham islom davlatlariga, umuman islom dunyosiga bir vazifalarni ado etib turib, o'sha kuni ularga xizmat qilyapti deb aytdilar va shuningdek oxirida bu kanalga intervyu berish fursatini berganligi uchun tashakkur etaman. Rahmat. Hurmatli mehmon, yana bir savolim bor sizga. Imom Buxoriy, Imom Termiziy kabi ulug' allomalar ko'plab islom mamlakatlarida bor. Ular ilmiy ma'rifiy sohada ko'plab ishlarni amalga oshiradi. Ularning ilmiy merosi barcha mamlakatlarda o'rganilgan ilmiy tadqiqot institutlari markazlar tomonidan mana shunday forumlar orqali oliygohlar, markazlar o'rtasida hamkorlikdan bo'lgan bo'ladi. Shu ulug' allomalarni ilmiy merosni kelajak avlodga yetkazish, o'rgatish, ulardek olimlar yetishtirib أكيد أن هؤلاء الأعلام الذين تعاشوا في القرون الماضية بينهم قرون عديدة حضورهم موجود في هذا الزمن. وما دليل حضورهم في هذا الزمن؟ اجتماعنا للكلام على عطائهم العلمي. هذا المؤتمر سيفتح ورشات وملتقيات بين الباحثين والمتخصصين لتدارس مدى امتداد العلمي والحضاري الذي خلفه الإمام البخاري في كتابه، الإمام الترمذي في كتابه. لا شك أن أوجه الإفادة من هذه الكتب في هذا الوقت موجودة ومتعددة. واجتماعنا ولقاؤنا في أوزبكستان في طشقند وبعد يومين في سمرقند سيكون تجسيدا عمليا لأوجه الاستفادة من كتاب البخاري وكتاب الترمذي. hozir shayxlar Imom Buxoriy, Imom Termiziylar oldin yashab o'tgan bo'lsalar ham ular hozirgacha bu tirikliklarni desak, biz Imom Buxoriy, Imom Termiziylarni gaplarini ustida, so'zlari ustida mana shunday forumni o'tkazyapmiz va bu kelajakda demak yangi tadqiqotlarni, yangi ilmiy kashfiyotlarni ochilishiga sabab bo'ladi deb aytdilar. Ustoz Ali aynan at-ta'awun في مجال دراسة المؤلفات التي يعني كتب من طرف هؤلاء العلماء العظام مثل الإمام البخاري والترمذي. نعم، يوجد تعاون، وذلك أن هذا المؤتمر قدم توصيات من شأنها أن تحدث رجالا وفرقا للبحث للتعاون في الكشف عن أوجه الإفادة في الكتب وكيف يمكن للأمة الإسلامية جمعها باختلاف ألسنتها وألوانها وشعوبها وحضارتها أن تعود لهذه الكتب وتستفيد منها كل من زاويته وكل بحسب ما يمكن أن يقدم له هذا الكتاب من إضافات على مستوى التدين الصحيح، الاعتقاد الصحيح، المعاملات الصحيحة. hozirda yana savolni olimlarni asarlari hozirgi kunda ahamiyat bormi, rivojlantiradi albatta bu bo'layotgan forumda bo'layotgan Samarqanddagi forum katta shu'balarga bo'ladi va shu shu'balarda bu zotlarni asarlarni o'rganilishi ahamiyati undan o'rnatilgan bahslar, munozaralar, yangi kashfiyotlar bo'ladi. Hurmatli mehmon, mana xabaringiz bor, yaxshi bilasiz. Mana shu forumga dunyoning 50 dan ziyod mamlakatda 300 dan ortiq siz kabi olimlar, ilmiy tadqiqot markazi rahbarlari, ko'plab nufuzli tashkilotlar ishtirok etyapti. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining diniy ma'rifiy sohada amalga oshirgan islohotlarni odilona siyosatini qanday baholaysiz? Va mana shunday forumlarda ko'plab olimlarning jam bo'lishi islom taraqqiyotiga, islom sivilizatsiyasiga qanchalik hissa qo'sha oladi kelajakda? أنت عرفت من هذا المؤتمر الذين يشتركون 300 مشارك مثل المحققين والباحثين وأيضا من الدول 50 الآن هكذا. ما رأيك يعني السياسة الدينية في أوزبكستان
والاعتبار السياسي لإدارة جمهورية الإسلام كيف يكون ما انتباهه وما رؤيته؟ نعم، حينما يجتمع هذا العدد الكبير من المشاركين المحققين العلماء الباحثين الذين يسبقون 300 على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأشكالهم وحضارتهم يجتمعون في فضاء واحد تحت في دولة واحدة دولة أوزبكستان كدليل على سياسة ناضجة سياسة راشدة تقودها حكومة أوزبكستان وتريد أن تقدم للمسلمين صورة صحيحة سليمة التعايش التعاون الذي يدعونه ونجمع هؤلاء في هذا المكان في هذا الزمان لتحقيق هذه الغايات إلى دليل على أن هذه السياسة التي تقوم بها هذه الدولة سياسة ناضجة سياسة مثمرة وسياسة حضارية. Hozirda bu forumda uchrashgan o'rtoq muhaddislar, mashhur muhaddislar ishtiroki ular ularni hammasini bitta joyda jamlash aynan davlat tomonidan qo'llanayotgan siyosatni barqaror ekanligi, shaffof ekanligi, kelajakda buyuk bir maqsadlarni ko'zlagan siyosat ekanligini ishonmasa hisoblanadi deb So'nggi savolim hurmatli mehmon. Bilaman sizni ko'p vaqtingizni oldim. Yurtdoshlarimizga sizning fikrlaringiz qiziq. Shuning uchun so'nggi savolni beraman sizga. Mana shu ilmiy tadqiqot markazlariga borganingizda yoki O'zbekistondagi shu oliygohlarga kirib nimalarni ko'rishni kutyapsiz siz? Qanday ishlarni, qanday tadqiqotlarni ko'rishni kutyapsiz? الآن أنت ماذا ينظر يعني ماذا ينتظر في مراكز أو Buyog'iga. Yo'q, bu emas. Sherigi edi. الذي تنتظره المراكز الإسلامية في أوزبكستان أن يقدم هؤلاء الباحثين الذين أتوا من مختلف بقاع البلدان كل يقدم جريمته العلمية كل يقدم خبرته العلمية في مجال تخصصه في خدمة الدين الإسلامي والحديث النبوي. لا شك أن لكل باحث نظرة خاصة ومنهج خاص ورؤية خاصة وكل اشتغل على الإمام البخاري والإمام الترمذي سنوات طويلة. هذه السنوات الطويلة ستقدم الخلاصات وتقدم التجارب ويتم تلاقحها وتكاملها واجتماعها لنقدم لإنسانية جمعاء صورة من الصور المشرقة الحضارية جميلة جدا رائدة جدا في مجال الاستفادة من كتب التراث الإسلامي لخدمة واقع المسلمين اليوم ويكون المنطلق هو أوزبكستان طشقا سمرقند ترمز. hozir o'sha aytdilar bu bo'layotgan konferensiya Samarqandda bo'ladigan konferensiyada har bir ishtirokchi o'zining yangi bir g'oyalarini yangi bir tadqiqotlarini taqdim va bu orqali biz qanchalik islom ilmlarida Qur'on so'zlarida hadis ilmlarida qanchalik muhtoj ekanligimizni va yangi muammolarimizni yechimi bo'lishini va bu olimlarni bu yerda kelgan olimlarning tadqiqotlari Buyog'iga. Bu yoq qulog'imga. Bu yoq qulog'imga. Ha. Sizga fikrlar uchun sizga kattakon yana bir karra O'zbekistonni ko'rganimizdan shohlandik, xursand bo'ldik. Salomat bo'ling. Qadrli do'stlar, sizdek olimlarning mana shunday nufuzli forumlarda ishtirok etishi bu forumning nufuzini yanada oshiradi. Salomat bo'ling. Rahmat. يزداد الاشتراك في هذا الأمر بإيمان هذا المؤتمر كثيرا جدا. Salomat bo'ling. Qadrli do'stlar, aziz yurtdoshlar,